Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ismim Abdulloh. Tez quramiz profilini asoschisi bo'laman. Obunachilar videoni iltimos oxirigacha ko'ringlar. Bu ishni men o'zim uchun majburiyat deb bilim. Yangi fake account ochilibdi. Bu bizning umumiy account emas, bizga tegishli emas. Ko'rishingiz mumkin, logotiflarimizni ham qo'yib olgan, yozuvlargacha bir xil qilib, nicklarni ham bir xil qilib olgan obunachilar. Iltimos sizlarga yozyaptimi shu odam mahsulotimizni sizlarga arzonlashdi, biz skidga qo'yamiz, bizga kartamizga pul tashib bersangiz, BTS unaqa chiqaraveramiz deyaptimi? Iltimos fake accountlarga aldanib qolmanglar. Biz o'zimiz mahsulotimizni arzonlashganda hech kimga tavsiya bermaymiz. Faqatgina bizga zaпрос tashab yozishadi. Biz o'sha zaprosga faqatgina javob beramiz. Umuman aldanib qolmanglar fake accountlarga. Biz hech qachon birinchi bo'lib yozmaymiz. Nomerimizga keladigan bo'lsa 95 884 44 47. Telefon qilsanglar aynan o'zim olaman. O'zimni do'shimdan ham bemalol tanib olsanglar bo'ladi. Obunachilar iltimos sizlardan fake accountlarga aldanib qolmanglar. Mashinliklarga Xudoyim o'zi insof bersin. Iltimos sizlarga yozishyaptimi? Umuman bizning profil faqat YouTube'da ham, Instagramda, Telegramda ham tez pastchiqcha quramiz. Bitta dona pastchiqcha bor, tez quramiz. Bo'ldi. Umuman boshqa fake accountlarga aldanib qolmanglar. Qanaqadir xizmat bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Iltimos sizlardan obunachilar videoga bitta like bosib, repost qilib yuboringlar. Kommentariy yozsanglar, xudo xolasa videomiz ko'tarilsin. Iltimos hech kim hali aldanib qolmasidan shu ishni shu o'zida biz hal qilgimiz keldi. Iltimos sizlardan bizning majburiyatimizni bitta poddesh qilib yuborsanglar bo'ldi.